Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana Liliya Flowers gullari. Bugun klimatis gulimiz gullabdi, shuni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Guli katta. Juda ham chiroyli bo'lib ochilibdi. Kaffe katta. Klimatis guli ko'p yillik gul. Qishda sovuqdan qo'rqmaydi, yozda issiqdan qo'rqmaydi. Klimatis gulini arka qilib o'stirsa ham bo'ladi, shakl bersa bo'ladi. Chirmashib lianavidniy gul. Xohlagan joyingizga chirmashtirib o'stirsangiz bo'ladi. Biz qurigan daraxtni kesib tashlamasdan shunga chirmashtirib qo'yganmiz. Bu 4 yillik klimatis. Ush borgan sari guli kattalashib ketaveradi, mana g'unchasi. Rosa qor yog'guncha gullaydi klimatis. O'zimiz ko'paytirib sotamiz. Ko'chati 150 mingdan, kimga kerak bo'lsa telefon nomer qoldiraman, murojaat qilishingiz mumkin. Bu akviliga gullarimiz. Xrustalniy gulga o'xshaydi, rosa chiroyli. Keyin biz bog'imizga azaliya ham ekkanmiz. Azaliya ham juda ham chiroyli gul. Azaliya gullarimiz ham ko'p. Bunaqa shaftoli ranglisi, lekin bir dona. Bunisini sotmaymiz. Qizili, pushtusi, oq ranglisini sotamiz. Bunisi mana qizil ranglisi. G'unchalar rosa ko'p. Yil bo'yi tinmasdan gullaydi azaliya. Kisli pochvani yaxshi ko'radi, soya joylarni, ko'p suv ichishni yaxshi ko'radi azaliya guli. Mana bitta oqi. Oqi ham oppoq qordek bo'lib rosa chiroyli ochiladi. Bu romashkamiz. Korolevskiy katta-katta bo'lib gullaydigan. Hali bu gullaganda buni ham ko'rsataman. Bo'yi 1 metr, 1 metrdan oshadi buni bo'yi. Bu azaliyani pushti ranglisi. Bu floks gullarimiz. Yozda gullaydi flokslar. Buni mamlaqa mana puchog'i 75 ming so'm. Azaliya gulimiz. Kattalari 250 ming so'm, kichkinalari 150 ming so'm azaliya gullarini. Lyutiklar. Bu lyutiklar ko'p yillik, qishda sovuqdan qo'rqmaydi. Katta lyutiklarga qaraganda bu yaxshi chidamliroq. Bir marta eksangiz o'zi har yili chiqaveradi. Ildiz orqali ko'payadi. Rangini bo'yab qo'yganga o'xshaydi. Chubushnikimiz ochilibdi mana. Chubushnik. Chubushnik. Bu ham sentyabrgacha gullaydi adashmasam. Chubushnik buni kichkina tayog'idan ko'paytirganmiz biz, o'stirganmiz. Bu 4 yillik. Bu yil 4-yili. Oldingi yillari gullamaganligi uchun buni kuzda kesib tashlagandik.
rosa katta bo'lib ketuvdi. Buni kesib tashladik. Mana endi bu yil bahorda birinchi marta gullashi buni. Fenxel. Yo'talga, tomoq og'rig'iga foyda. Fenxel deydimi, nimadir? Shalfey, adashtirdim. Shalfey o'ti. Hidi rosa zo'r. Rangi ham chiroyli. Kimdir so'raganda, bargi variegatniy Veigelani guli 3 bo'lib ochilyapti. Xo'p, klimatis nargisi sal rozoviy edi. Bunisi prям fioletoviy rang ekan. Hali точно esimda yo'q bizda necha xil klimatis borligini. Bunisi mana. Klimatisni bu kattalari sotilmaydi, kichkinalarini sotamiz. 150 mingdan boshlab bor. Rozmarin kimga kerak bo'lsa. Уже qishlagan yerda 2-3 yildan beri har yil ko'chada qoladi. Sovuq urmadi mana. Bemalol hovlilarga eksanglar bo'ladi. Bu tisichilisnikmi, nimadir deydi buni. Bu ham rosa chiroyli gullaydi, mana sariq bo'lib. Monsteralar ham ko'chaga ekdik. Hali enotera gulimiz ham bor. Uni adashmasam bu yil ko'chirdik. Mana shu yerda bittasi qolgan mana. Kameliya guli oqi. Birin-ketin g'unchalari ochilyapti. Morozniklar. Aukuba ham bor orasida. Sovuqqa chidamli. Palmalarni ko'chaga ekib qo'ydik. Oleandr ham sovuqdan qo'rqmaydi. Klimatis naryoqda kichkinasi bor edi, hozir o'taman o'sha yoqqa. Kimdir adashmasam Zefirantis gulini piyozini so'ragandi. Bitta piyozini 5000 so'mdan beramiz. Bu yalpiz, miyata, u yog'i romashka. Kalendula ham qishda qor tagida gullaydigan gul. Sovuqdan qo'rqmaydi. Boshqa joyda bilmadim-ku. Sovuqda muzdaydimi yo'qmi, bizning bog'imizda sovuq urmaydi kalendulani. Xohlovchilarga bunaqa katta turgullarimiz bor, bularni ham sotamiz. Bular уже katta, ko'p yillik. Qizil oranjoviy ranglarini kattalarini 100 ming so'mdan sotamiz mana shu. Gullashga tayyor, уже g'unchalagan. Bundan chiqibdi Zefirantis. Bu liliyalar. Hammasi liliya.
Bu yog'i piyonlarimiz. Oyog'im tagida ham bor ekan. Lechebniy romashkamiz ham bor. Qaysi qatordan yursam ekan? Qaysi qatordan yursam bo'ladi? Uyga olamiz mana. Rosa ochilgan. Sotish uchun tuvakka ekib qo'yganmiz, o'zi tayyor qilib. Bu yerdagilarni ololmaymiz endi gullayotgan paytida. Klimatis mana bu yerda. Buni ham g'unchasi bor. Bu bugün villalar. Buni ham yerga eksa bo'ladi. 45 minutda amal var. 40 minut sotanız falan. Yerga ekadigan mana tuvakka ekib tayyorlab qo'yganmiz. Nandinina, magnolia, hidli tikansiz atirgullar. Bular tikanli, tikansizlar aralash tuvakka ekilgan. Hammasini kurtagi bor, o'sadigan. Donasi 8 ming so'mdan bularni. Mana gullayotganlar bo'lsa 100 ming so'mdan. Mushkambar gullarimiz ham bor. Tuvagi 40 ming so'm. Sovuq urmaydigan bunaqa narsalarimiz ham bor. Morozniklarimiz mana tuvakka sotishga tayyor qilib qo'yganmiz. Mana shunaqa tuvakdagilari mana 50 ming so'mdan. Bunaqalari 25 ming so'mdan. Bunaqa bitta yildizlilar bular 20 ming so'mdan sotamiz. Piyonlarimiz bitta ko'zi 20 ming so'm. Miniatyr gullarimiz 25 ming so'm. Mana bular mana 25 ming so'mdan shunaqalari. Bunday ham bor, orasida qolib ketibdi. Olish qiyinroq shekilli. Petuniyalar, kolyus, geranlar, kim qiziqsa, bulardan juda ham ko'p. Bularni parnikdan olib chiqa olmaymiz, faqat zakazga oldiramiz. Sizlarga bugun yerga ekiladigan gullarni ko'rsatishga harakat qildim. Shu bilan videomizni tamomlab, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deyman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bog'inglarni bizanikiga o'xshab gullab yashnab turishini tilayman hammaga.